Assalomu alaykum bizni kuzatuvchilarimiz. Assalomu alaykum Greenleaf korporatsiyasiga hamkor bo'lgan insonlar. Ham Greenleaf korporatsiyasiga hamkor bo'laman deb o'ylanib turgan takliflarga men aynan o'zimni mana shu biznesga qanday kirib kelgan kunlarimni ozgina sizlarga aytib bermoqchiman. Alloh tarafidan menga berilgan mana bu imkoniyatdan men shunchalik shu biznesga olib kirgan insonlarga rahmat aytmoqchiman. Mana shu imkoniyatga erishgunimcha ozgina hayotda qiyinchilik bo'lgan menda. Keyin men Samarqand viloyati Paxtachi tumanida tug'ilib o'sganman. Hayotda men aynan ish faoliyatimdan kelib chiqib, raddomda oddiy sanitarga farrosh bo'lib ishlaganman. Endi keyin bu kasbim ayb emas, lekin qiynalganim uchun hayot tashvishlaridan sinalganim uchun eng og'ir qiyinchilik vaqtlarimda menga mana shu Greenleaf korporatsiyasidan taklif berilgan. Keyin biz hayotda qarzlarga botib, qiyinchiliklarni ko'rib, Alloh bergan sinovlardan o'tib, uyga yetkiza olmay, bolalarga yetkiza olmay yoki qarzlarni ham to'la olmay qiynalib yurgan vaqtim, shunchalik Allohdan yig'lab chin yurakdan so'ragan vaqtim bizga Greenleaf korporatsiyasini aynan Allohning bandasi tarafidan, menga ustozlarim tarafidan taklif qilingan. Lekin Greenleafga kelgancha sanitarka vaqtim men o'zimni qiyinchiligimni o'zim bilaman. Keyin kechasi ahak zavod, kunduzi g'isht zavodda ayollar bilan ishlab birgalikda inson o'zi tug'ilib o'sar ekan, lekin o'zini qaysi vaqtda, qaysi chig'iriqdan, qaysi qiyinchilikdan o'tib, qaysi omadga urilishini o'zi bilmas ekan. Lekin ertalab namozlarimda turib Allohdan yig'lab so'raganmanda, baribir nolishim, kecha kunduz nolishim ketavergan. Nima uchun sen hamsiyamga berasan yoki do'stimga, birodarimga berasan? Shuncha chopib yelib yuguraman, menga bermaysan. Mana shu qarzlardan qachon qutulaman? Men ham mana shu dunyoda yaxshi kunlarda ko'rmasdan o'tib ketishim kerakmi deb dod faryod solib yig'lagan vaqtim Umirova Go'zalxonim ustozim tarafidan, Allohning bandasi u inson ham, biz hammamiz Allohning bandasi bo'lamiz. Greenleaf korporatsiyasiga taklif qilgan vaqti 2022-yil 14-aprelda ro'za og'zim bilan mana shu biznesga kirib kelganman. Ustozlar ana shu vaqtda Dubay sayohatidan kelib turgan edi. Noilaxonim Ismoilova, Nasibaxonim Rajabova, Nafisaxonim Madaliyeva ana shu ustozlarimizni sahnaga chiqqanini ko'rib, shunchalik yurakdan niyat qilganman. Allohim, agar 4.120.000 so'mma meni hayotimni o'zgartiradigan bo'lsa, 4.700.000 aynan hozirgi so'mmamiz meni hayotimni o'zgartiradigan bo'lsa, ustozlar qilgan ishni men ham qilaman deb o'zimga o'zim va'da berganman. Birinchi kun darsga kirgan vaqtim Noila Ismoilova o'tiribdi zalda. Nasiba ustozimizga, ustoz, menga bilimlarni bering. Men hamsiyamdan qarz olib chiqqanman bugungi kundan unumli foydalanishim kerak degan vaqtim, meni telefonimga, Telegramga siz yozing, men sizga o'rgataman deganda men yig'lab aynan Nokia telefonimni ko'rsatganman. Ana shu Nokia telefonim pul rezinchasi bilan o'tkazilgan, orqasida qappog'i yo'q, hech qanaqangi uyalmasdan aytaman. Mana bu telefongami ustoz degan vaqtim, ustoz shunday to'xtab qolib, Noila Ismoilova qo'limdan ushlab, Nargiz opa, biz tanishdik, keyin o'tiringchi deb 15 minut gapirgan vaqti yuragimga ana shu gaplarimni joylaganman. 160 million qarzga botdim ustoz. Hayotda qiynaldim. Keyin karantin vaqti ishim yo'q. Kecha kunduz ishlayman. Farzandlarimni boqishga, qarzni to'lashga pulim yetmaydi. Menga qanaqangi bilimlaringiz bo'ladigan bo'lsa, mana shu biznesdagi harakatlar bo'ladigan bo'lsa, o'rgatsangiz, men hammasini bajaraman deb ustozga va'da berganman. Kunlar, yillar, vaqtlar o'tgan vaqti biz Umirova Go'zal ustozimiz bilan regionlarga qarab yo'l oldik, komanda qilib boshladik, qarzlardan qutuldik. Mana shu 2 yil mobaynida
Nasibaxonim Rajabova, Nafisaxonim Madaliyeva shunchalik charxlab, randalab meni mana shu biznesda hozir starshi menejer bo'lishimga ustozlarim, shogirdlarim sababchi. Ozgina qoldi, Xudo xohlasa 2024-yil oktyabrda oxiriga starshi menejerligimni yopaman. Lekin men oddiy ayol bo'lishimga qaramasdan 2 yil mobaynida Rossiya, Turkiyani Antalya shahri, Xitoyda zavodimiz qurilgan 72 gektarlik zavodlarni ko'rib, shogirdlarim bilan, ustozlarim bilan dam olib kelish menga nasib qildi. Men nima demoqchiman oddiy ayollarga? Greenleaf mahsulotlari 4000 xil mahsulot, hammabop, hamyonbop deb gapiramiz. Siz uyga ishlatadigan mahsulotlaringizdan farqi 50% sketkada tabiiy mahsulotni olasiz. Greenleaf yana sizga imkoniyatlaridan, sayohatlarni, tovar oborotlardan, kunlik daromadlardan bizga o'xshagan oddiy ayollarni chet el sayohatlariga chiqarib qo'yib, shuncha imkoniyatni bergan. Mana shu kunimdan foydalanib men Dilbarxonim Usmonovaga boshim yerga tekkuncha rahmat aytmoqchiman. Hozir men kameraga qarab gapirar ekanman, gapiradigan gaplarim chin qalbimdan, yuragimdan chiqyapti. Ustozjon, boringizga shukr. Menga o'xshagan shogirdlarni undirib, o'stirib, mana shu Greenleafda sayohatlarga, yutuqlarga, stat yopishlariga, korporatsiya tarafidan beriladigan kunlik daromad pensiyalarga ro'para o'qib, sababchi qilib qo'yganingiz uchun ustozjon rahmat aytmoqchiman.